Xabi Alonso Real Madrid murabbiyi bo'lishiga ulgurmay, allaqachon 3 ta o'yinchini jamoadan haydamoqchi. Hoziroq obuna bo'lib qo'ying, chunki so'nggi yangiliklar aynan shu kanalda chiqadi. Bilasiz, yaqinda Alonso Real Madrid murabbiyi sifatida birinchi mashg'ulotini o'tkazdi va u yerda u avvalambor unga Vinicius kerakligini aytdi. Shuning uchun jamoa darhol u bilan shartnomani uzaytirdi. Undan keyin esa Fran Garcia, Tchouameni va David Alaba mani taksikamga tushmaydi, bu o'yinchilarni sotib olsanglar bo'ladi deb aytdi. Alabani kontrakti keyingi mavsum yakunlanadi, ammo u ko'p jarohat olayotgani tufayli jamoa u bilan shartnomani bekor qilishi mumkin. Garcia bilan esa Tchouameni hozirdan o'zlariga yangi jamoa topishlari kerak, yoki keyingi mavsum zaxirada o'tirishadi. Sizningcha Alonso Real Madridni yangi darajaga